Assalomu alaykum barchaga. Bu Doniyor Safarqulov. Bugun Super Bear Adventure haqida gaplashamiz. Videoning ikkinchi qismi bu. Avvalgi qismida biz short olish bo'yicha video chiqargandik. Xo'p, bugun Super Bear Adventure o'yinida katta video ishlashni ko'rib chiqamiz. Bu yo'nalishda katta video olib ham YouTube kanali yuritsa bo'ladi. Speedrun uslubi bor. Keyin shunchaki o'zingizda g'oyangizdan kelib chiqib qiziqarli videolar olsa bo'ladi. Bu yerda keraklicha, yetarlicha materiallar bor. Yoki shunchaki o'yinda o'ynab yutganingizni video qilsangiz bo'ladi. Yoki yana bitta variant do'stlaringiz bilan qo'shilib o'ynasangiz bo'ladi. Hozir yangilangan versiyasida do'stlar bilan o'ynash mavjud. Super Bear Adventure o'yini haqida ozgina gapirib beraman. Bu yerda juda ko'p etaplar bor. Asosiy yovuz mana shu Super Bear'da akasi bo'ladi. Juda ham qiziqarli o'yin, muxlislari ko'p. Bemalol hozirdan kanal ochib ham yaxshigina auditoriya yig'ib olsangiz bo'ladi. Bosslar bor, har xil. O'sha bosslar bilan jang qilib alohida video olsa bo'ladi. Aytmoqchiman, video uchun g'oya ko'p bu o'yinda. Ko'proq Indoneziya region ko'radi, lekin Indoneziya region ko'rsa ham u davlatda monetizatsiya bor. Prosmotr juda yaxshi bo'ladi. Bizning kuzatuvchilarimiz orasida kimda mana shu yo'nalish bo'yicha kanal bo'lsa, yozib ketingizlar. Qancha daromad bo'lyapti, qancha prosmotr bo'lyapti, qanaqa yo'nalishda, aytmoqchiman, shorts yoki katta yo'nalishda kanal yuritasizlarmi, yozib ketsalaringiz, men atvet qaytaraman. Ko'proq speedrun qilib ko'rganman men. Speedrun videolar normalnik ko'rilardi. Sizlarga maslahat beraman. Speedrun yo'nalishida siz qanday qilasiz? Siz tez ayiqlarni qutqarasiz, oltin medalga yoki diamond medalga. O'sha speedrun bo'ladi. Speedrunni shorts qilib olsa ham bo'ladi. Faqat bitta ayiq qutqarib video olsangiz, u shortsga qo'ysa bo'ladi. Yoki ko'p ayiqlarni qutqarganingiz videosini qo'shib katta video qilsangiz bo'ladi. Sizlarga YouTube'da mana bu Super Bear Adventure deb qidirib ko'rsatdim. Mana bu yerda juda ko'p videolar bor. Videoga birga bir qilib ishlasangiz ham bam berilmaydi. Faqat o'zingiz video ishlashingiz kerak. Mana bu yerdan g'oyalarni olsangiz bo'ladi. G'oya juda ko'p YouTube'da. Speedrun bo'yichami yoki boshqacha yo'nalishlar bo'yichami bemalol g'oya topsangiz bo'ladi. Besavi haqida avval videoda ko'rsatganman, daromadini ko'rsatganman. Mana Besavi. To'g'risini aytaman, o'zim ham Besavini videolaridan ko'rib, o'shanga o'xshash videolar qilib, normalniy prosmotrlar olganman. Daromadini ko'rib turibsizlar. Sizlar bilan Doniyor Safarqulov bo'ldi. Kelgusi videoda ko'rishguncha xayr deb qolaman. Kanalga obuna bo'lib, like bosib, kommentariy yozib qo'yishni unutmang.